Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada ise de gacırız, Washington'da sözdeyimiz. Bugünkü ıslahı 2022 yıl 7. ayının 17. günü. Sözdeyimiz hazır vaziyet. Yani vaziyet bugün silahını yetkizişten avval vatandaş. Bunda bir nesige qaraylı. Torbettirdeki Xitay demokratları hazır asaslığı 20. Qurultay. Qurultayda Reis Xi Jinping qayta o'ttirg'i chiqalamdi sekretar olup partiyaga. Partiyanın qurultayı saylamida kim bunu qollaydı? Kim bunun qarıştırdı? Hazır qollaydigan odamlarning ismi mu ochiq emas. Qarıştırdigan odamlarning ismi mu ochiq emas. Likachani onu bunu dedi. Lekin yani bir xabarlarda bu Likachani bunun kuchi yetmaydi degan gapni nima qildi. Biroq hozir Johnson-J degan Yaponiyada turib so'zlaydigan Xitoy demokrat obzorchisidan Su Shaohe deydigan ikkinchi obzorchi bugun hozirgi xabarda dediki, masalan Johnson-J dediki, bu qatimqi qurultayda partiya sekretari bo'lib Reis Xi Jinping chiqolmaydigan bo'ldi. O pensiyaga chiqishni hozir qaror qildi degandek bir xabarni berdi. Johnson-J'ning xabari nima? Su Shaohe deganning xabari shundoq bir xabar, o'xshash mazmundagi bir xabarni berdi. Biz endi bu ishlarni qo'yib turaylik. Qurultayda Reis Xi Jinping sekretar bo'la olamdi, partiyaga bo'lamamdi hozir gap emas. Amaliyotda bo'layotgan ishdan o'ziga bir kelaylik vatandosh. Tunugun to'xtaldik. Muhokamada ikki qatim to'xtaldik. Buning hanzu obzorchilar bu masalaga qiziqmayapti. O'zi xabar qilyapti bo'lmasa, mana anglab turingmi? Johnson-J'ning tunugunki xabari nima deydi? Xinhua shaydan tatib hammaga qiziqib Johnson-J deydi ki, chataq bo'ldi deydi. 7. ayning 15. günü YouTube'da. Xi Jinping gruppasini yeteklab dağdığı bilan Xinjiang'a berib, qayta saylanishni qo'lga keltirmoqchi bo'ldi. Qurultayda sekretar bo'lib saylanish uchun Reis Xi Jinping dağdığı bilan Nag'rudunbaq bilan Xinjiang'a berishning zaruriyati nima masala? Bu yerdagi alayidlik nima? Uyg'urlarni bostirgandan boshqa Nazarbandxonlarni qo'rg'ib Uyg'urlarni solgandan boshqa Xitoy Kompartiyasining hozir Xinjiang yana boshqa qanday alayidlik va hech qanday alayidlik yo'q. Bir partiyaning sekretari, bir davlatga boshliq bo'lgan odam o'zining qo'l ostidagi mustamlikaga mushu darajada bog'lanib qoldimi masalan? Qayta sekretar bo'lib saylanish uchun 28 o'lkasi bor Jungoning. Shularni qo'lga keltirishli shu yerdagi partiya a'zolari saylaverdi buni. Nemishqa Xinjiang'a berishga majbur bo'lib qoldi? Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoniga berish nemishqa majbur bo'lib qoldi? Hozir ma gapni anglasanglar, balki cho'nqur o'ylasanglar, biri kulislar, kulgidek ish, yana birisi nayt jiddiy prinsipli ish vatandoshim. Nima deydi-dan? Qisqasi bu qatim ekranda chiqqan xetijuma qisqasi bu qatim Xi Jinping guldir taraqlatib Xinjiang'a berib xizmat tekshirganda Xinjiang'da 3 gün turdi deydi. Men buni yo'q dedim, 15 gün turdi dedim. 3 gün turdi deydi. Xi Jinping guruhining peshqadamlari yoki Xi Jinpingga ergishib kelayotgan, qo'llayotgan guruhlar deydi. Shu guruhning odamlari deydi. Endi bu yer ismini aytib qarab turing. Jungo Kompartiyasi Markaziy komitet ishxona mudiri Ding Xuexiang. Davlat mahkamasining muavin vaziri Liu He. Liu He'ni bilasizlar? Sobiq prezident Trump davrida iqtisod va savdo masalasi to'g'risida 3 qatim keldi. Washingtonga suhbatga shu kishi, shu Liu He. Nima deydi? Tekshirgan Jungo Kompartiyasi Markaziy komitet Davlat mahkamasining muavin vaziri Liu He Markaziy harbiy ishlar komitetining muavin raisi Zhang Yuxia Markaziy tashkilot bo'lim boshlig'i Chen Shi
Devletlik Teraqqiyat Komitetining mudiri Xelifeng, Jamoat xavfsizligi ministerining ministri Wang Xiaohong hammasini yeniga elib Xi Jinping Xinjiangga ziyoratga keldi. Xinjiangda nima ish qiladi? Buni qarab turing. Şu vaqtning o'zi yana boshqa bir tor betida isbotlanishicha, Xinhua buni xabar qilganda Saqchi ministerligining ministri Wang Xiaohong deganning ismini Xinhua eg'izga olgan emas. Masalan, bu yerdagi xabarlarda. Onundaki Merkezi Televiziya stansiyasi originalni o'qib berganda, diktor originalni o'qib berayotgandimi Wang Xiaohong degan ismni eg'izga olgan emas. Saqchi ministerini. Biroq Xi Jinpingning faoliyatlarida, harakatlarida ham yerda Wang Xiaohong bu saqchi ministri Xi Jinpingning yenidan ketmagan. Endi siz bunun qarasangiz vatandaş hozir bir hukumat, bir davlatning qurilmasi ya hukumat kabineti faqatli qilib qolgani Likacham. Aradagi siyosiy kengashning boshlig'i Wang Yang. Boshqisining hammasini yetilab, bir hukumatni yetilab, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoniga keldi desa, buning ma'nosi nima deb vatandash biz ma'nosini tahlil qilib oldik, tuni ham faraz qildik, ham qiyos qildik. Bizning tahlilimizning ma'nosini tutgan maydonimiz qayerda desangiz, Jungo Kompartiyasi aqloniliq qilamdi. Jungo Xitoy hukumati mehribonlik qilamdi yoki spagarlik qilamdi. Yoki nima yaxshilikdan derak beremdi, o'zgarishdan derak beremdi. Jungo Kompartiyasi yani bostirishni kuchaytamdi, bostirishni to'xtatamdi. Bu hamma narsani tahlil qilgan vaqtda biz bu Kompartiyadan bu narsa kutmaymiz vatandaşlar. Jungo Kompartiyasi degan Kompartiyadan buni kutmaymiz. O'tganda bir qatim aytdik, biz faqat Amerika boshchiligidagi G'arb dunyosining maydonida turib, G'arb dunyosi Yevropa ittifoqini qo'shganda bugun Jungoga elib kelgan besim. Qaysi mayli kishilik huquq, mayli qaysi nuqtadan bo'lsin, Jungoga elib kelayotgan besim oldida Jungo Kompartiyasi qanchalik bardoshlik beroladi? Bardoshlik berolmasa, Tibet masalasida qanday yo'l qo'ydi? Uyg'uriston masalasida, ya'ni Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni masalasida qanday yo'l qo'ydi degan musha prinsip asosida vatandoshlarga leksiya so'zlayotimiz, tahlil qilyapmiz, analiz qilyapmiz. Ko'rib boqing. Bir davlat, bir mustamlikchi hokimiyatning mustamlika kabineti, mustamlika markaziy hukumati, mustamlikchi markaziy komiteti, sekretardan tortib soqchilardan tortib hammasiga biroq bir hukumatni ko'tarib mustamlik rayon, balki bu yerda jinoyat sodir qilgan rayon, qirg'inchilik elib berayotgan rayon, to'xtatdim degan gapni og'zidan chiqarmagan rayon, mushundaq rayonga butun hukumatni ko'tarib bordigan ish. Bizning ömrümüz tarixda uchraganmi vatandoshim? Birga uchirdik siz bilan, biz o'zimizdan beshiq keldi uchirdik. Tarixning boshqa betlarida boshqa rayonlar to'g'risi to'xtalganda mushunda ish yuz berganmi vatandoshim? Bir jinoyatni sodir qilgan endi hukumat vaqti kelganda qanday sababdan bilishdan qat'iy nazar bugun Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoniga mustamlik Uyg'uriston keldi desa, siz bunga hayron qolasiz vatandoshim. Mayli buni prinsip nuqtadan so'zlang, mayli buni bir kulkulik ish bu odamlar nima ish qiladi bu yerda deb bu nuqtadan so'zlang hayron qolasiz vatandosh. Ya'ni buning kaynidan keldigan nima bodam vatandosh? Tugün biz nima dedik? 7. ayning 12, 13, 14 kunlari Xi Jinping Xinjiangda xizmatlarni ko'zdan kechirdi deb Xinhua e'lon qildi deyli. Avvalgi 10 kunni e'lon qilmadi deyli. Bu 10 kun e'lon qilgan shu 3 kun ichidagi vaqt ichida biz nima dedik? Ladakh rayonida, Jammu Kashmir rayonida Dalay Lama paydo bo'ldi dedik. Hazır biz Xi Jinpingni ve onun guruhini
hozircha yoki uni qo'llovchilarni hukumat tariqasida Şinjan Uyg'ur avtonom rayonida qo'yib turayli, Dalay Lamani Ladakh rayonida yoki Jammu Kashmir rayonida qo'yib turayli. Vaqt qachon 7-oyning 13-14 kuni deb turayli. Endi hozir Tibetda nima ish bo'lganligini ko'ring. Bugun mana Chimpokong nima dedidan? Buningda Xi Jinping qo'rqib turyapti. Wang Shaohongni, ya'ni saqchi ministerini agashtirib Şinjan'a elib keldi. Merkezi komitetni qo'g'dash garnizonini bir tarafga qayirib qo'ydi. Diqqat qiling vatandosh. Safar qotlanib ketdi. Bu nima deganligi tushunmadim. Safar qotlanib ketdi. 2 nafar doimiy hay'at Tibetga berib maxfiy suhbatlashdi. Chimpokong 7-oyning 17-kuni YouTube. 2 nafar doimiy komitet a'zosi. Bular kim ekan vatandosh? Li Jianshu, Xalq vakillar qurultayining boshlig'i, 7 doimiy hay'atning birisi Li Jianshu. İkincisi kim? Xanjing, Shanghai shaharlik Xanjing doimiy komitetning bir nafar a'zosi, 7 odamning birisi. Qarang, Reis Xi Jinping o'zining odamlarini boshlab Şinjan Uyg'ur avtonom rayonida. Doimiy komitetning 2 nafar a'zosi Xanjing, undan keyin Li Jianshu, Xalq vakillar qurultayining boshlig'i, bu ikkisi Shizangda, ya'ni Tibetda maxfiy suhbatlashdi deydi. Kim bilan? Mustamlika sistemining armiya qo'mondonlari bilanmi? Harbiy qismlar bilanmi? Yoki saqchilar bilanmi Tibetda? Yoki Tibet hukumati, qo'rchoq hukumati bilanmi? Kim bilan maxfiy suhbatlashdi? Mayli qanday suhbatlashgan bo'l, undan qat'iy nazar, sen 7-oyning 14-kuni Dalay Lama Ladakhda paydo bo'lganda, sen bugun nemishqa Tibetda paydo bo'lding. Nemishqa Lhasada paydo bo'lding. Buning ichida Xanjing avval Qinghai o'lkasiga borgan gap vatandoshim. Qinghai o'lkasi Tibetlarning o'lkasi qo'y hisobda, bir hisobda. Nurg'un Tibetliklar Qinghayda yashaydi o'g'a. Qinghai o'lkasiga borgan gap Xanjing, undan keyin Qinghai o'lkasida Tibetga borgan gap. Hozir Chimpokong shuni dedi, nima maqsad, nima maxfiy suhbat, bu to'g'rida hech nima deyamadi Chimpokong. Bu dediki faqat yana Xitoycha paran qilish usuli metodi bo'yicha hozir Reis Xi Jinping Xanjingni yeniga tortyapti. Li Jianshu bilan ziddiyat bo'lib qolgan, endi unim yeniga tort. Gapni qo'yib, bu yerda kimni yeniga tortadi, kimni qarshiladi, gap qoldi bir yerda hozir. Mushu 4-5 kun ichida Xinhua xabar qilgandan boshlab, masalan Xi Jinping Şinjan Uyg'ur avtonom rayonida xizmat tekshiryapti degan kundan boshlab o yeniga tortadi, qarshilashni qo'yibdi. Hozir saylamingni 20-qurultayini nima qo'yibdi? Hozir gap mana bundaq o'tirg'i chiqyapti ya vatandoshim. Butun hukumatni boshlab Şinjan Uyg'ur avtonom rayonida, Dalay Lama Ladakhda. Renda Xalq vakillar qurultayining boshlig'i Li Jianshu 14-kuni 7-oyning Tibetda. Xanjing Qinghayda, Qinghaydan Xanjing Tibetga keldi. Hozir biri Xalq vakillar qurultayining qo'shimcha doimiy komitetning birisi, yana birisi Xanjing doimiy komitet a'zosi. Doimiy komitet a'zosida 2 nafar kishi Tibetda. Reis Xi Jinping bo'lsa hukumatni boshlab Şinjan Uyg'ur avtonom rayonida. Tahlil qilinglar vatandoshlar. Men turingen nima dedim? Paraz va qiyosdan Dalay Lama Lhasaga qaytamdi dedim. Urumchida, Uyg'uristonda ziyoratda bo'ldingiz. Reis Xi Jinping jazo lagerini bekor qilamsiz. Uyg'uriston masalasini hal qiladigan vaqt keldimi dedim. Mo'shalarni yig'ib keling, endi hozir qo'yib turib o'zimiz kelaylik, biz Amerikaga kelaylik. Amerika davlat majlisining bosog'isidan davlat majlisi kiraylik. 2 nafar davlat majlisining nopozliq arbobi, masalan, Jungo Ma'muriy komitetining o'rtaq raisi Jim McCown.
Anadaki Michael McConnell. Biri Demokratlar Partisi'nin mensubu, yani biri Cumhuriyetçiler Partisi'nin mensubu, Devlet Meclisi'deki nüfuzluk erbapla Avam Palatası'nın azaları bular nimalarga o'tirib qo'ydi Tibet meselesini. Jungo bilan Tibet o'rtasidagi to'qinishni tinch yo'l bilan hal qilish davriga kirdik. Shuni qilamiz. Bunga Amerika mas'ul bo'lish kerak dedi. Sizlarga topshirdik vatandosh. Biz onun ham Tibetni yandab Uyg'uristondan yandab Tibetga qo'shib turib sizlarga tahlil qildik. O'zinglar bir tahlil qilib qo'yinglar mana bu gapni. Men bu yerda Dalay Lama Ladakda paydo bo'ldi degan burunda xabarim yo'q. Bugun keldik Chimpokong badiga bu xabar. Xanjing Qinghaydan berib Tibet lihosani. Li Jianshou xalq vakillar qurultayi 7 doimiy hay'atning birisi Tibetni. Zada nima ish vatandoshi. Bu yerda biz prinsipli tahlil qilaylik, prinsip sifatida tahlil qilaylik va shundaqla bu bir hodisa sifatida ko'rsangiz bir kulkuli hodisa, bir hukumatni boshlab, bir mustamlika rayonga mustamlik qilingan rayonga bir hukumatni boshlab bordi. Nima? Endilikda hozir boshidagi gapimiz qaytaylik. Su shavxo deydi u, shuningdek Chimpokong deydi nima? Jiangxinje deydi. Reis Xi Jinping'nin partiyadagi sekretarlik o'rni hozir Lengshide balki u pensiyaga chiqishni qabul qildi deydi. Qaysi besim? Kimning besimi bilan? Buning o'zi bir gap. Besim nereden kelyapti vatandosh? Jiang Zeminning besimi, Hu Jintaoning besim, qo'yin ulardan keladigan besim zada qanchalik buni siz biz bilmaymiz, bilmasakmi uni eg'izga elib o'tmaymiz. Besim nereden kelyapti? Hazır endi vaziyatning ichki qismi kelsangiz hamda tugadi. O'tgan tungun deb bo'ldik. Bankining bo'ldi. Pul muomalasi hozir boshdan tuvangacha, yuqoridan oyoq ichidagidek hozir pul muomalasi sistemasi Jungoda o'sha varaqlanib hozir gumron bo'lishning boshlanishi ba'zi yerlarda gumron bo'ldi, ba'zi yerlar uning ta'siriga uchirdi degan gap bilan hozir bugun to'rbettir shunday qayin. İqtisad şu halda, siyaset şu halda, bugün tuncu bulup birisi işletti, Chimpokong mu, qaysi birisi işletti, vaziyet yani siyasi vaziyet krizis davriga kirdi. İqtisadni qo'yib turing, siyosatning o'zi krizis davriga kirdi, Jungoda deydi. Ondan Chimpokong tuning so'zlagan so'zi nima dedi? U to'g'ri so'zlagan so'zni men turgan bir kun o'tirib, ekrandan bir jumladan gezip tercüme kılıp çıktım. Bırak bu adam tolu uşak sözleydiğen adam eken bu Chimpokong degen onu sizlerge sözleydiysem sizlerge tetemaydı bu vatandaş ya. Bunun adı ne mi dedi Chimpokong? Beijing Merkezi Televizyon İstansiyasının ulap anlatış programımızda gayri bir ahval görüldüğü deydi. Onun Şinjan'a barğanlığı doğrusudaki haber, Reis Xi Jinping'nin Şinjan'a barğanlığı doğrusudaki haber 33 minut vaktini egallediği deydi. Bu Reis Xi Jinping'nin Şinjan'a berişi hoşlaşış seferi mu yoki nima deydi. O özüne aklı deydi. Wang Yang'ning so'zlagan nutqi chunqur ma'niga ega deydi. Bu yerda Wang Yang deganimizda hozir nima dedi? Yana bir to'rbeti rasvosi yolg'on bo'lsin aytay. Bu qatim sekretar bo'lib saylandigini qaysi bilgili bo'lmaydi 20-qurultayda. Hozir o'tirg'i chiqdigini Li Keqiang bilan Wang Yang aka vatandosh. Shunday dedi 20-qurultayda deb. Biroq hozir Wang Yang o'tganda Zhou Leji degan Reis Xi Jinpingni yoshirin tanqid qildi Xinjiang siyosati to'g'risida dedi-ku. Bu qatim hamda Chimpokongning so'zida Wang Yang bu Reis Xi Jinping Urumchini ziyorat qilayotgan shu paytda Wang Yang Beijingda turib bir yig'in ochib, bu yig'inda nayta chunqur, lekin ma'nilik, andan shunday qilib chanmaydigan bir shaklda qonun bilan ish qilish, bir jumla qo'shibdi, xalqaro qonunlar bilan ish qilish. Buning ichida qonun bilan ish qilish degan Jungo uchun hech gap emas, o eg'izlik gap. O quruq gap, unaga ishonmang. Xalqaro qonun bilan ish qilish degan so'z
Bu çaqçaq emas. Qaysi qanun? Endi onu o'zi biladi, siz biz bilgicha shuna turtsin, bu yerda ishlatgan gapi xalqaro degan gap. Xalqaro qonun bilan ish qilish. Bu noktada o akşam mushu cümlede Reis Xi Jinping bilan tirkashgan bo'ldi. Tugün javlaji tirkashdi, Şinjan siyosati bo'yicha degan edi. Bugun endi Wang Yang o'tirib chiqib tirkashdi degan gap keldi vatandoshim. Hozir men sizga demoqchi bo'lganim, bir hukumatni, bir mustamlikchi hukumatni boshlab ko'tarib degidek. Qo'lola o'zining uyini hapash qilib dengiz bo'yida menib yurgandek, bir hukumatni ko'tarib yudib degandek, mustamlikchi Uyg'uristonga keldi desa, bu bir prinsip. Lekin shuning qo'shibla Dalay Lama'nın Ladak'ta paydo bo'lishi endi ko'ring, mana bugun keldi xabar tunigi yo'qdi. Yetti daimiy hay'atning ichidagi Xanjing degani Qinxay, uningdan keyin Tibet, yettidan par daimiy hay'atning ichidagi Li Jianshu degani, xalq vakillar qurultayining rais mudiri degani, o avval Tibetga keldi. Nima ishlar vatandosh? Sizden bizden ümidimizge Allah nusret ata kılsın. Biz tünügün dedik, Reis Xi Jinping işler yetip geldi. Tinç yolu bilen hal kılımız. Tinç yolu bilen hal kılısız bizim ümidimiz şu. Çünkü mavzudun degen Şinjan tinç yolu azat oldu degen bugün hem Şinjan hakiki manadaki azatlık halkı. Müstemlik manadaki azatlık emez. Şinjan özünün hukukunu Uygur, özünün hukukunu özü qoluğa elişler. Uygur'un hukukunu özünün qoluğa qaytırıp bəsiniz bunu da. Reis Xi Jinping. Tinç yolu bile. Çünkü bir yerde bir mukaddes özgərmeydiğen şu dünyada, hem qiliblaşqan herkes şu dünyada, Amerika Qo'shma Shtatlarının tashqi siyosati, tinchlik siyosati. Her qanday zo'ravonlik qarshi turish. Her qanday shakllik zo'ravonlik qarshi turish. Şunlaşqa Devlet Meclisi'de 2 nefer nüfuzluk erbab Tibet bilen Cungu'nun toqunishini tinch yol bilen hal qilish loyihasini ko'tarib chiqdi. Vatandaş.